Nuriddin Zinki islom birligini tiklashda zamin tayyorlagan buyuk rahbarlardan biri hisoblanadi. U 1118-yili Zankilar sulolasida dunyoga kelgan. Uning otasi salibchilarga qarshi ilk yirik g'alabalardan biriga erishgan mashhur amir Imoduddin Zanki edi. 1146-yili otasi vafot etgach, davlat o'sha davr turkiy siyosiy an'analariga ko'ra vorislar o'rtasida taqsimlanardi. Mosul shahrini akasi Sayfiddin G'oziy boshqarsa, Halab va uning atrofidagi hududlarni esa Nuriddin ixtiyoriga o'tgan edi. Ana shu davrdan boshlab Nuriddin Mahmud Zinki nafaqat hukmdor sifatida, balki islom olamini kelajagini o'ylagan, birlik va adolatni asosiy maqsad qilgan, uzoqni ko'ra olgan strategik sifatida namoyon bo'la boshladi. Imperiyalar qilich bilan qurilmaydi. Avval g'oya va adolat bilan barpo bo'ladi.